Uyg'on O'zbekiston, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men ismim Rustam Ali, yoshim 30da, Andijonda Oltinko'lda kichkinagina butkachada sartaroshlik bilan shug'ullanaman 12 yildan beri. Akalar, bitta narsani niyat qildim. Bugun 9-fevral 2026-yil. Akalar, mana sartaroshxonani butun dunyodan boy odamlar keladigan sartaroshxona qilmoqchiman. Bunda ozginagina yordaminglar kerak bo'ladi. Semizlikka qarshimiz, bo'sh paytda yuguramiz va o'zimizni biznesni butun dunyoga ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Butun dunyodan boy insonlar kelib, yillab o'chirib turib, mana shu yerda soch ogizadigan joy qilishimiz kerak. Bunda ozgina sizlarni padeshkalar kerak jigarlar. Xudo xolasa like, podpiska bosib, obunachini zo'r qilsam, butun dunyo ko'radi va mashaga kelib 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda hattoki o'chirib tegadigan sartaroshxona qilmoqchiman. 12 yildan beri xalq sharoitiga qarab arzon bo'lsa ham soch olishga harakat qildik. Buni bu yog'i silish kim qimmat bo'ladi va boy insonlar keladi. Shunaqa niyat qildim. Dunyoda bitta bo'lmoqchiman. Bunga ozgina sizlarni hisslar qo'shilib qolish kerak akalar, opalar. Bitta like, bitta podpiska bosasizlar, xudo xolasa boy bo'lib ehsonlar qiladigan darajalarga yetaylik. Bosamiz, hammamiz birmiz. Kayfiyatni ko'taramiz. Jayron, hammamiz birmiz jigarlar. Bitta padeshka qo'ringlar. Semizlikka qarshimiz. Qorinni yo'qotamiz, qorinni bosamiz O'zbekiston.